birinchi qism. To'y. Hada, bo'ldi. Bugun akamga men qaray. Siz uyga qaytib aram elib eling. Bo'ldi. Endi o'zim qaray. Hojati yo'q. Siz uyga qaytib aram eling. Yenimda o'qasi bo'ldi. O yana necha kundan keyin balnesdan chiqatdi. Cho'nglarning oldida uning gapini shiralmay uyga qaytdim. Uyga kiribla tamoq yeyishmi xo'sh yoqmay, yanala ko'ni odatim bo'yicha deraza oldiga keldim. Tushdili yig'ishqa boshlagan simsim yomg'ir bayli to'xtab o'ltirish oldidagi quyosh paqirab chiqib, yomg'irdan keyingi tumonda atrof bir qavat shoyi ro'molga purkangan uyatchan qizdek tortimliq ko'rinadi. Qadamlarim meni sirtqa so'ridi. Eshikning yeniga kelishimga balam yenik tavridi. Oliy maktabni bitirib, Noya markaziga jiroq bo'lmagan bir yezliq o'ttir maktabga xizmatga taqsim qilinganimi, necha oylar bo'lib qoldi. O'zimni o'qituvchilik xizmatini yoqtirg'ashqa, yangi xizmat o'rnimga va yangi xizmatdoshlarimga ko'nib qoldim. Men yangi o'qish bitirgan bo'lg'ashqa va bu maktabdagi amaliy qiyinchilikni ko'zda tutib, maktab meni xanzu tili darsini berishga o'rinlashtirgan edi. Bu kichik ishxonada 7 o'qituvchi bo'lib, guruh boshlig'imiz o'ttir yoshli Oysima xonimdan boshqa yana 3 o'qituvchi bor edi. Qolgan ikkisi bo'lsa, uyi mushi yezdagi Ramila bilan Turpandan Mushiyaga xizmatga taqsim qilingan Sabohat bo'lib, xizmatdoshlarim chiqishqaq, bir-birimizga yordam berib degandek, kunlar birining orqasidan biri qo'g'lishib o'tib ketyotdi. Shundoq kunlarning birida Ramilaning to'yi bo'lmoqchi bo'lib, Sabohat va men uningga yaqindan yordamda bo'lib, to'yning oldi keynidagi ishlarga qarashdik. Bir kuni uning uyiga qiz meliga olgan narsalarni ko'rib berishga bizni taklif qildi. Ramilaning qiz meliga tayyorlagan narsalarni ko'rib, og'zim ichilib qoldi. Men hozirgacha do'stlarimning yoki yaqin tuqqanlarning bunda qiz to'yi ma'rikasiga qatnashib boqmag'ashqa hayron qilishim tabiiy edi. Voy Ramila, otangiz bu to'y uchun xeyli araj tortibdi ha? Nimancha ko'p narsalar bu? Hozir qayda shunda bo'lib ketdi-da Aynur. Amal yo'q. Qiz melinimi o'g'ilqa yarug'idaq qilmasa, dasturxoncha bo'lganda qiz meli pichak qo'p qapti degandek ushaq gaplar bilan cho'nglarning o'ttirsida gap o'tilib, buzilib ketayotgan to'ylar az emas hozir. Rost adash, o'tganda bizning Nuriyaning to'yi shundoq bo'lmadimi? Ramilaning gapi tugamayla Sabohat so'z qistirdi. Uning da'vatqini bizning maktabda ishlaydigan bir o'qituvchi bo'lib, men xizmatga tushishning oldida uning to'yi buzilib ketgan ekan. Ha Aynur, sizning to'yingizni qachon o'ynaymiz? Nesi bo'lganda? Men Ramilaning tuyuqsiz bundoq so'rab qilishini xiyolimga keltirib baxmag'ashqa, tilim kalvolishib, duduqlab ketdim. Hozir o'qish bitaganlar maktabda bitishib keladigan bo'lib ketibdi-ku. Sizningmi bitishib qo'yganlaringiz bor qachon? Men nima deyishni bilmay, o'ng'aysiz kayfiyatda kulib qo'ydim. Sabohatning jarangliq kulgisi meni o'ng'aysiz kayfiyatdan qutuldirdi. Viyay, qaranglar, Aynurning qizdirib ketganini. Mening sizda sharoitim bo'lgan bo'lsa-chi, o'zim xohlagan yigitni bir amal qilib keltirib olatdim-da. Qarang, xizmat desa xizmatingiz bor, chiroy desa qarab o'ltog'dek chiroyingiz bor. Yana nimga xijil bo'lib o'ltirsiz deyma. Sizningmi mendan kam yeringiz yo'q-ku Sabohat. Ularning keyin nimalarni deb kulishayotgani qulqimga kirmadi. Ko'z oldimda bir sima uchib yuradi. U menga qarab, go'yo qo'shimlarini tursa, go'yo meni vafosiz deb ayblaydi. U kuni uyga shundoq ruhsiz, horg'in qaytib keldim. Onamga do'stimning uyida tamoq yeb bo'g'inimni deb qo'yibla, kiyimimni almashtirishimni xo'sh yoqmay, yotoq uyimga kirib karvatga o'zimni otdim. Shu tap men o'zim emasli bo'lib qolgan edim. Bayotdan Ramilaning uyida bo'lingan gaplar mening ko'ngil yaramni qo'zg'ab qo'ygan edi. Shurtga qaytsam, ota-onamni rozi qilib, ko'z oldida xizmat qilsam, turmush alakchiligida hammani unutib ketaman deb o'ylabdim Ilyar. Shu tap
Yanımda bo'lsam burunqidek bag'ringga tashlanib turib, toza bir yig'lab olgan bo'lsam, ichim bo'shab qolarmidi? Nemanchi bo'sham, irodasiz bo'g'itdim. Necha vaqtdan beri seni unutdim deb o'ylab, yuragimga tosh bosirib o'tdim emasmi? Qachonmi o'zimga yorug'dek odam bo'laman? Tugimas xiyollar yuragimni xuddi quritdek g'ajab beorom qilmoqda edi. Yana shu bog'cha, yana shu o'rindiq. O'rindiqda o'ltirib, öksüp yig'layaptimi? Eliyar yenimda o'ltiratdi. Yig'lama ko'zlarim. Sen yig'lasang xafa bo'lganimni bilasan-ku. O'zing bidan. Ota-onamni norozi qilmayli deb. Burunmo tanlashingga hurmat qilatdim. Hozirmi shundaq. Sening tanlashingga hurmat qilaman. Lekin esingda bo'lsin. Qachonki meni har qanday ish bilan izlasang, sen uchun. Faqat sen uchun telefonim har vaqt ochiq. Bu numar mangulik numar. Tushundingmi? U yuzimni olqonlari orasiga ilib, yoshlarimni surtdi. Dal shu vaqtda onamning chaqirgan ovozidan uyg'onib ketdim. Nim bo'ldi qizim? Qar besib qapti. Shuncha chaqirsam uyg'onamidingiz? Onam shu gaplarni deb chiqib ketdi. Karvatimga silib qo'ygan kirlik purlishib, qarg'usiz bo'lib ketgan. Yotqanning yerimi karvatdan sangilab qolgan. Yostiq namlashgan. Kechini qanchalik qiynalib tong otqizganimni bilmek tas emas edi. Muzdek suvda yuzimni yuvgandan keyin o'zimni ozroq sagib qolgandek his qildim. Zo'lab yurib, nashta qilib, yana maktabga yurib ketdim. Onamning oldida o'zimning ruhsiz holatini ko'rsatgim yo'q edi. Kunlar xuddi shibqa o'tkazilgan majandek birining keynidan biri qo'g'lishib o'tmoqda. Hash-pash deguncha menmi bir yillik tarixga ega muallim bo'lib qoldim. Lekin bu bir yilning o'tib ketgani men uchun yaxshilikdan derak beribmi ketmaydi. Chunki Navra akam bilan bo'ladigan to'yimni men xizmatga tushib bir yil vaqt o'tsin deb keyniga so'zgan edim. Yozliq ta'tilga chiqishimiz bilan onam to'yning gapini chiqarib beshimni og'irtqil turdi. Mendan sado chiqmagandan keyin u menga hayva qilishga o'tgan edi. Haqdan naring kamsining. Qarg'ina tang tushlaringning balsimi bo'p bo'ldi. O'qish bitishiga to'yingni qilayli desak, yil o'ssin deding. Endi yana nimaga zuvan surmaysa? Ya meni xafalıqdan o'lsin demsa, deb qo'yay. Sen mushunda turib olsang, o'lsammi ko'zim yumilmaydi mening. Ya bo'lmasa, hiliqi birini menga saqlab o'tamsan ya. Bo'ldi, xavat deb qol. 25-yilda sening to'ying. Boshqa ishlarga boshqa turmasangmi bo'ladi. Endi sendan qandaq qilamiz, qandaq qilasiz deb so'rab o'tirishning o'rni qolmadi. Mana men hayot bo'lgan ekanman, o'zim ega bo'lib qilaman. Yeni yaqtaydi ekansa, pochig'ingni chiqib, qaznaq solab qo'yib, ishtiqqa non tashlab bergandek baqaman sendek balini. Onam meni bir harg'ichi tillab etib, eshikni g'azab bilan yepib chiqib ketishga dadamning ovozi anglandi. Qiz bolaga shundoq gap qilgan bormi? Ha, men gap qilsammi sizlar aralashib mana bo'g'liq bo'lyotdi. Bu qitim yana sizlar aralashadigan bo'lsinlar, bu o'yni dadabal ishqinglarga tashlab berib yo'qab ketimi. Zada Aynurni akamning o'g'li Muratga berginim bergan. Zada akamning o'g'liga bermayman. Hay, kichik bola emassan. Pasrak so'zla. Qo'shnilar anglasa sat emasmi? Anglasin. Bu oyda zada mening deganimni hisob bakmagan. Mayli anglasin. Hamma haq anglasin zada. Onam deydig'inni dab bo'lib, yig'ini bo'lishga shig'ladi. Hamma oldirash to'y tayyorligiga tushdi. Shiroq yaqindagi tuqqanlarmi to'y tayyorligini qilishga hafta burunli kelishib bo'lgan edi. Faqat menli xuddi bu to'y bilan munosabatsiz odamdek mangdab qolgandek yuratdim. Kim nimaga buyursa, shuni qilatdim. Nemish qilsam, ko'z oldimda Eliyarning siymosi uchib yuratdi. Ortiq ishga aralashqadek mador
menda qolmagan edi. Hada, do'sting yo'qlab ketdi. Nəvr singlimning o'ylidan ovozi anglandi. Mənmi bu yaqindan birər do'stim bilan aloqalashib, bu to'yning ishini demagan bo'g'ashqa, kelgan kimdo deb o'ylab, o'ylig'i chiqdimda turibli qoldim. Kelgini mening oliy maktabdagi maktabdeshim, yurtdeshim Rayhon bo'lib, u Shiroq yeziga xizmatga taqsim qilingan bo'g'ashqa, xizmatga chiqqandan beri asosan aloqalashib baxmagan edik. Hayronlik ilkida uni uyga boshladim. U ma hayronligini yo'shiramagan holda menga ergashdi. Kelganimdan bekla hayron qoldingiz aqajon. Bilasiz, Dilshod bilan Ilyar bek yaqin. Shu Ilyar kaptikan telefon qilay desa, telefonni olmasligingizdan ansirab, shuni meni yiningizga avatgandi. Lekin men bek biyab vaqtda kep qoldim-ku nima? Dilshod Rayhonning loyiqi bo'lib, Ilyar bilan yaqin do'stlardan edi. Boya Rayhonni ko'ribla, uning kelganini pamlagan edim. Lekin shu tapda xuddi tilim tomog'imga choplashib qolgandek, bir eg'izmi so'zlayolmay qoldim. Gap qiling Aynur, men Ilyarga nima deyman? Bichar Ilyar sizni deb xizmatini bir xil yo'tkab ketgan. Sizni bir xil xo'sh qilaman deb sizga mi demabdikan tuq. Umma bundaq bo'lishini o'ylamagan bo'g'aydi. Shu tapda kallam quruqla. Xuddi biraming har kirib olgandek beshim g'o'ngildab, hech nimani sezmay qoldim. Shu arada ko'z oldim qorong'ilashgandek bo'ldi. Ko'zni ochdi. Hammamning ovozini angladim. Ko'zimni ochsam, karotimda onam, hammam qatorliqlar men qarab turibdi. Onam peshonamni silab o'ltirib, birlariga sut qaynatishni buyuribla so'zlab ketdi. Tamoq yegandisi tuzukni siymaysa, ajabmi qo'rqatding odamni. Qandaroq tursa, nimaga ko'ngling tatudi degan, bunda ichingga yutib, og'rib bagidek uyda hozir bo'layotgan yo'q bolam. To'ying bo'g'ilyotdi. Bilma, menga xafasan. Lekin o'ylab baq. Men sening onang bo'lgan odam sana yomon bo'lsin demdim. Mana do'stingmi turibdi. Deb beqinga qizim, men to'g'ri dedimmi? Apam shundoq deb kresloda o'ltirgan Rayhonga qaradi. Rayhon ishtik menga qaradi. Ham tezli apamga javob berdi. Ha. Shundoq edi. Ana, mening do'stim bilan birdan paranglashqim bor edi. Ha, ma'qul bolam. Sutni ichib ol amsa. Bir stakan sutni zo'rlab ichib bo'lgandan keyin onamlar chiqib ketdi. Yotoq uyimda Rayhon ikkimizla qoldik. Hech kim avval eg'iz ichishni xohlamagandek, uy ichini timtasliq bosdi. Rayhon asta yinimga kelib, karvatning qirida o'ltirib, qo'llarimni tutdi. Aynur, shu tapda ko'nglingizni tushunib turibdiman. Nim degingiz o'z davering. Sizga qarab, mening ichim seyrilib ketyotdi. Rayhon, men Ilyar bilan ko'rishamayman. Ko'rgansiz, necha kundan keyin to'yim bo'ldi. Men boshqa birining ayoliga aylanaman. Menda hozir ne uning bilan ko'rishgidek salohiyat, ne uni ko'rgidek jur'at yo'q. Hozir ham uning bilan ko'rishning o'rnimi qolmadi. Yana nimalarni demoqchi bo'ldimkin, lekin yoshlarim taramlab, yiqtab, gapmi qilolmay qoldim. Ilyarga yetkizib qo'ying. Men uning loyiq emas. O mendan yaxshi qizlarga loyiq. Men dardimizda turolmadim. Men vafosizlik qildim.
to'ymi o'z hashamati bilan boshlandi. Lekin Eliyarning savoqdoshlar bilan birga to'y bo'lgan zalga kirib kelishi bilan men qo'qqasga tashlangan qildek nima qilishimni bilolmay qoldim. Shu arada Rayhon yonimga keldi. Ben bana bir dasta gül sundi. Muborak bo'lsin Aynur. Bek chiroyli bo'lib ketibsiz. Baxtli bo'ling. Uning gapi qulog'imga kirdigandek emas. Ko'zim u sungan bir dasta serin gulda edi. Qaysi gulni yoqtirsa? Serin gulni. Yo bir chiroyli bo'lmasa, nimacha amroqsa u gulga? Seringül baharda eng burun ichilib, kuzda eng oxirida xazon tashlaydi. Puruqimi so'z, demoqni masqidek kuchlik bo'lmasa-mu, uzun saqlanib qoldi. Ha, bildim. Aşı suhbatimiz bo'lib o'tgandan keyingi xotir kunlarda u menga bir dasta seringül sovg'a qilishni unutmaydi. Men bu xushallik bilan qabul qilatdim. Lekin bugungi bu gul meni xushal qilmadi. Goya o ko'z oldimda to'zib ketyapti. Barglardagi shabnam tomchilari salga aylanib meni yutib ketyapti. Keyingi qismdan Ariya. Yo'ldishim onamning aksining o'g'li. To'liq o'tirni bitiribla oliy maktabni o'qimay, dadasining sodasini qo'liga ilib, sodaga xelib pishib qolgan. Siz qachongacha mendan mushunda qechib yurmoqchi? Qarang, ko'zlaringizni. Yana mendan urkib turyapsiz. Men yo yot odam bo'lmasam, ha? Nimishqa amdi? Aynurum, mening Aynurum. Sen faqatli mening tushundingmi? Sen bo'g'achqila, men baxtlik, men ishon. Seni baxtli qilman jinim. Bilaman jinim. Ishonima. İkinci qism. Xiralashgan oy nuri. Yo'ldishim onamning aksining o'g'li. To'liq o'tirni bitiribla oliy maktabni o'qimay, dadasining sodasini qo'liga ilib, sodaga xelib pishib qolgan. Sodasini O'rta Osiyodagi davlatlarga kengaytib, bir shirkatning xo'jayini bo'lib qolgan edi. Taq turqi xil qamlashgan yigit. Toyning gepi chiqqichi bo'lgan orliqda men uningga faqat bir singillik nazarimda qarab kelgan bo'lsam-mu, to'y to'g'riliq gap chiqqandan keyinla uningdan o'zimni qochirib yuratdim. U menga ortiq gap qilmagan edi. Balkim u meni o'rkitib qo'yishdan qo'rqqan bo'g'iydi. To'ymi o'z yarışqi bilan qoida rasmiyatlar to'liq ado qilinib tugidi. Menmi bilib bilmay bir uyning ayol xo'jayiniga aylanib qoldim. Lekin to'y kundan boshlabla menga bir g'alati tuyg'u hukmron edi. O'zimni xuddi mehmondorchilikka kelgandek bir oz vaqtdan keyinla yana onamning uyiga qaytib ketadigandek his qilatdim. U gap so'ramasa, uningga gapni qilmaydim. Qisqasi, nima deyishni, qandoq deyishni bilmaydim. To'yimiz bo'lib 3-kuni kresloda kitobga qarab o'ltirsam, yo'ldishim qo'limdan kitobni tortib olib so'z boshladi. Siz qachongacha mendan mushunda qechib yurmoqchi? Qarang, ko'zlaringizni. Yana mendan urkib turyapsiz. Men yo yot odam bo'lmasam, ha? Nimishqa amdi? Yo'q. Undaq emas. Men shu yana nimalarni deytdimkin, u meni qo'limdan tortib o'ltirg'izib qo'ydi. Ham o'zim menga surilib kelib, qo'limni qo'yib etmay o'ltirdi. To'yga roziligingiz yo'qligini bilaman. Qalbingizdagi bo'shliqni to'ldirishga menga fursat bering, Aynur. Men tirishiman. Sizni baxtli qilishga, siz kutgan baxtni berishga tirishiman. Aynurum, mening Aynurum. Sen faqatli mening tushundingmi? Sen bo'g'achqila, men baxtlik, men ishon. Seni baxtli qilman jinim. Bilaman jinim. Ishonima. Tuyg'ularim meni aldab, o'zimning nada ekanligimni unutildirgan edi. Qandaqlarcha uning qo'llarini tutdim, qandaqlarcha o'zimni uningga etib buqildab sig'ladim.
Esimga kelganimda meni kutib turg'ini uning kulimsirab qarashlari bo'lsa, o'z-o'zimga bo'lgan nafratlik tuyg'ularim bo'ldi. Sovuq suvni bo'lishiga tushirib o'zimni tutdim. Yuzlarimni bo'ylab tushayotgan suvmi yoki yoshmi bilmaydim. Yig'laydim, bo'g'ulatdim. İçimden özümge bo'lgan bir xil nafratlik tuyg'u meni kuydirib kul qilyotdi. Ko'z oldimda İlyarning men qarab turgan siymosi alanglab yurmoqda. Xuddi İlyar meni qachotlayotgandek, yuzlarimga tukirayotgandek nomusliq tuyg'uda kuyayotdim. Qanchalik vaqt o'tdikin, tozliq uyning eshiginin urilishi bilan o'zimga keldim. Aynur, sizga bir ish bo'lmagandi? Men ortiq gap qilmayla, shu yo'l kiyimlarim bilan eshikni ochdim. U turqimga qarab, xuddi kichik baliq gap qilgandek gap qilyotdi. Qarang sizni, yo'l bo'lib ketibsiz. Kirib kiyimingizni almashtirib oling. Zukamdab qolmang yana. Butun badanim ig'ir holda, putlarimni tasti so'rab, yotoq uyga kirdimda, eshikni ichidan taqab, kiyimlarimni almashtirib, karvatga o'zimni tashladim. Ta'til kunlarimi oxirlashib, ishga tushib ketdim. Ishga tushishimga ishxonada Sabohat chaqchaq qildi. Voy! Bizning Aynurga to'y yarishibdi jumi. Qaranglar, texmi ig'ir bisiq, salobatlik bo'lib ketibdi. Ha, sizmi vaqtida to'yingizni qilib eling. Sizmi Aynurdakla ichilib ketsiz. Voy, bu yurtning yigitlari meni yaratmayvatamdi, yo men yaratmayvatamanmi? Hech bu ay bu kunda to'y qildiganda qilmayman-ku men. Sabohat, menmi xeli yomon emas cho'ng'ilgan bola. Menga hech qarab qo'ymadingiz-ku. Siz hali desangiz, men tayyor. Voy, o'tib bering neri. Oldingizda 5, keyningizda 5, ikki yiningizkin sanamadim texi. Voy, meni bir sinf qizlaring bor demang tayinliq. İkisining bu chaqchaqlari pat-pat bo'linib turadi. Nig'matmi yaqindala qiz do'stidan ayrilib, yana birisi bilan tanishishga ulgurgan bo'lg'ashqa, Sabohat uni gapga keltirgan edi. Xizmatning aldirashligida boshqa ishlarni o'ylag'ili vaqtimmi yo'q edi. Oilam va o'zim haqida o'ylashdan qo'rqatdim. Shunga o'zimni xizmatga urib, ishni talishib qilatdim. Bu yil talab qilib yurib, sinf mudiri bo'lgan edim. Murat bilan bo'lgan turmushim to'xtam sudek. Nayt tinish ketib-atdi. Uyda uning bilan ortiq paranglashmaydim. Xuddi gachi bo'lib qolgandek. Bağan siri bu mening odatimga aylanib, kam so'zlashib ketdim. To'y qilib 1 yil bo'lib qolay dedi. Cho'nglar ha desa xush xabar so'rashadi. Men faqat sukut bilan javob berdim. Keyincha ularni xijil qilmayli deb o'yladim-u, bu haqda gap qilmaydigan bo'ldi. Mavsum oxirlashib, yillik imtihonlar boshlandi. O'qish bitirdigan sinf o'quvchilaridan ilingan bir tutash imtihon Noya markazida. İmtihon og'uchilar har qaysi maktablardan tanlab kelinadigan bo'lg'ashqa, men imtihon og'uchi salohiyati bilan imtihonning tayyorlik yig'iniga qatnashqili ma'rif idorasiga bordim. Yig'in zaliga kirganimda keldiganlar bir-qur kelib bo'lgan bo'lg'ashqa, men oldin belgilangan o'ringa berib, xizmatdashimning yonida o'ltirdim. İmtihon xizmatiga aloqador ishlar o'rinlashtirilyapti. Shu arada birining men qarayotganligini sezib qoldim-da, shu tarafga qaradim. Nemisini dey. Necha vaqtdan beri men ko'rishib qilishdan o'zimni qochirib yurgan burunqi so'yginim İlyar. Mendan necha rat oldida qiypash yon tarafda o'ltiradi. Uning qachonda meni ko'rganini bilmasam-mu, lekin uning meni kuzatib o'ltirgani aniq edi. O'tgan 1 yilda uning mushu nahiyada ekanligini bilsam-mu, qaysi maktabda ekanligini bilmaydim. U meni qayta izdimagan edi. Buningdan ko'nglimda xush bo'lib qolgan edim. Uning mendan nafratlanganligini yoki yaxshi ko'rdiganligini, qisqasi, uningga munosabatlik hech nimani bilgim yo'q edi. Yig'inda bo'linayotgan gaplar qulqimga kirmadi. Yig'in maydonida aran-aran o'ltirdim. U
Buni ko'rish bilanla necha vaqtdan beri o'zimni iskanjaga olgan qo'rg'onlarim yemirilib, qalbimni o'rtayotgan qonsiq azoblarim yomg'irmoqda edi. Yig'inning tezroq oxirlashishini tilab ketyotdim. O'zimning biroqla mudofiasiz holatga o'tib qolishimdan ansiraydim. Yig'indan tarqab chiqqanda xizmatdashimga ishim bor edi deb qo'yibla, noyt tezli odamlar to'pidan ayrilib, tez qadam tashlab mangdim. Shu topda nega bordig'imni bilmaydim. Ish qilib men uchun hozir odam yo'q, ang bo'lmaganda eliyar yo'q yerga ketsamli bo'ladi. Tuyuqsiz yenimda bir mashina kuchli signal berib to'xtadi. Mendan qachongacha qochib yurmoqchisan? Mendan qandoq turyapsan deb so'rab qo'ymamsa? Yaxshi turdingmi? Bu yerda turavergin yo'q Aqchan. Boshliq chiqa. Qadamlarim ixtiyorsiz uning royiga bo'ysundi. U mashinaga chiqibla, mashinani nahiya sirtidagi yangidan echilayotgan sanoat rayoni tarafdagi daryo bo'yiga haydadi. Har ikkimiz untinsiz o'ltiramiz. Farq, men unsiz yosh to'kmoqdiman. Ko'z yoshlarim kim uchun? Uningdan ayrilib qolganim uchunmi? Yo'q. Boshqani tanlig'ini o'zim. U emas. Ota-ona rayın deb, onam yig'laydi, yiroqqa bora olmayman deb, uningga ayrilib ketish talabini qo'ygan. Oxirda yana o'zim yoqtirmaydigan odamga yotliq bo'lishni tanlagan o'zim edim. U mashinani to'xtatib, aynigini tushirdi. Ham bir tal tamaki tutashtirdi. Yig'lama Aynur. Seni yig'latqil chaqirmadim. Ham yig'latqinmi yo'q? Sening yig'lig'ingni ko'may deb seni necha vaqtdan beri izlamagan. Bilamsan shuni. Yig'ingni to'xtat, ma'qulmi? U yana ilgirki muloyimligi bilan meni bosh egdirdi. Qara, birdamda ko'zlaringni qizatib olding. Sen hech nima dema. Bugun men sana o'zim haqida so'zlab beray. Sen men bilan birga bizning yurtga imtihon berishga qo'shilmay qaytib ketding. Menmi u vaqtda tex tayyorligim bo'lmag'achqa oldingda quruq va'da berishni xohlamay, faqat yig'lama, talishingga hurmat qilaman debla seni yo'lga selib qo'ydim. Uyga borgandan keyin tog'amni ishga selib, sizlarning yurtga xizmatga tushishning yo'lini qilmoqchi bo'ldim. Buning uchun avval onamni qoyil qilishga to'g'ri keldi. Bo'pti balam, hammaga o'xshash. Sen nerede xush bo'lsang, shu yer sening yurting. Tuqqanlarmi bo'lgandan keyin g'ayrib sinibmi ketmasa? Bichora onam og'izda shundoq deb tursimi, menga qiyolmayotganini sezib turatdim. Onam emasmi? Bola sizdan ayrilishga qandoqmi chidasin deysa. Mening qayta yoldirishim oldida oxir bu yerga olmishqa ma'qul bo'ldi. Tog'amning yuzi cho'ng kelib, uydagilar ustun tuvan yo'llarni mengib yurib, oxiri hozirgi xizmat o'rnimga yetkilish rasmiyatini bejirdi. Men faqat seni tuyuqsiz xo'sh qilmoqchi bo'lib, sana demedim. Lekin men kelgan vaqtda zo'r xatolikqa yo'l qo'yganimni bildim. Men allaqachon kechikkan edim. Balkim men burunroq san xabar qilgan bo'lsam, sen onangni qoyil qilar bo'lg'ayding. Amini ish o'tgan, to'yning tayyorliklari putib bo'lgan edi. Og'illa to'yni buzsa bo'ldi-ku deganmi bo'ldi. Lekin Rayhondan sening aylanib qolganingni va uningga deganlaringni anglab ko'nglim bak yerim bo'ldi. Aynur, sen o'zingni menga loyiq emas debsan. Men qarg'ana. Sen nimaga shundoq deding? Ota-onani rozi qilish hammamizning qarzi. Buni men bilmamdim. Men seni vafosiz demayman Aynur. Men sendan qanchalik nafratlanay yoki sana qanchalik o'ch bo'lib ketay, ko'nglimning bir yerlari yani seni oqlab turdi. Men sana degan gap esingda-da. Telefonim sen uchun doim o'chiq degandim-ku. Hozirmi shu gapim kuchga ega. Sen baxtli bo'lib, kulib yashagan bo'lsang eding, hargizmi ko'z oldingda ikkinchi qitim paydo bo'lmaydim. Yiroqlarga ketatdim Aynur. Sen meni bilmay yurganing bilan bir yildan beri sening qandoq o'tayotganingni bilib turdim. Hayot degan shundoq bo'ldi-ki. Kimlarni kuldirib, kimlarni yig'iltib yashaydi ekanmiz.
Yana shundoq minutlarmi bo'ldiki. Hamoqatlarchi o'zimizning hayotini do'g'i tikid ekanmiz. O'zimizning xushalliqi va baxtini o'z qo'limiz bilan vayron qildik ekanmiz. Vaqt chaqini 1 yil burunga yondirg'ili bo'lgan bo'lsa edi, men sening qo'lingni hargiz qo'yatmagan bo'lardim Aynur. Seni o'zi tanlagan yo'lda baxtli bo'lsa bo'ldi deb o'ylagan edim. Lekin reallik mening xatolashganimni isbotladi. Bugun bu yerda uchrashib qilib, sening so'lg'in holatingni ko'rib, sen bilan cho'qim 100 dirham paranglashishimning zarurligini his qilib, shunga orqangdan qo'g'ilishib chiqdim. Mayli sen qandoq o'ylab qol, endi deydig'inimni davoldim. O'zimni yeniklab qolgandek his qilyapman. Sana deydig'inim Aynur. Men yanada sening yoningda. Qachon qaytib kelsang, men sana qo'limni berman. Aynur ostida bergan va'dimiz ilmi ismda Aynur. Keyingi qismdan Ariya. Bir oilaga kirganimiz bilan ruhiy jihatdan birlashish bizdan xeyli bak shiraqda ekanligini to'nidim. Aynur, men boshdalar sizning sevginiz borligini, men bilan to'y qilishga roziligingiz yo'qligini, faqat onangizning zo'ri bilanla men bilan to'y qilishga qo'shilganligingizni bilatdim. Ko'nglimda uning har qadamda menga Ilyarni esimga solmay, o'zining fazilatlari bilan meni o'ziga bo'ysundirishni, kallamdagi ozg'in xiyollarni supurib tashlashni tilaydim.